Xullas bolalar, biz o'sha olib qolgan, tayyorlagan Damasimizni nihoyat bitdi. Video syomkaga uzr, ozgina kech qoldik. Hop, xullas men sizlarga endi ichkaridan ko'rsatib beraman. Bitta detalni qilingan ishda. Hop, chexolimizni rangiga bitta baho berib qo'yasizlar. Kombinatsiyalangan bo'ldi, xudo xolasa. Tarpida chexollari ham mana chexollari bilan bir xil holatda Malibu barlarni richalari bilan qo'yib berdik inshaalloh. Rollarga ham xuddi shunaqa chexol, monitor qo'yib berdik. 8 da qo'yib berdik mana ko'rganinglar. 7 da ham emas, Evoker ham emas, 8 dasidan buni bilganlar biladi. Xudo xolasa juda ixcham va ko'rkam. Обязательно orqasiga Champion V3 originalini qo'yib berdik. Mana o'zlarining chexollarini qaytarib joyiga qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa ishlarimiz sifatli va a'lo darajada bo'ldi. Bo'ylami egalariga yoqsa bo'ldi. Tepa patolog barlarini qo'yib gepligidan yon svetlarni ham hattoki mana shu rangda, Malibu rangda qilib berdik. Mana Pioneer Champion seriyani xizmatlar kerak bo'lsa, обязательно Tuning Centerga murojaat qilasiz. Xudo xolasa.